Avariya holatida yuzaga keladigan zararni sug'urta tomonidan undirsa bo'ladimi? Albatta undirsa bo'ladi. 2026-yil may oyiga qadar butun O'zbekiston bo'ylab jami 11240 ta avariya holatlarida sug'urta tomonidan jabrlanuvchilarga yetkazilgan zararlar qoplab berilgan. Sizda ham yo'l transport hodisalari yuzaga kelsa, sug'urtadan pul undirish uchun avariya holatini yo'l patrul xizmati xodimi orqali yoki Yevroprotokol orqali rasmiylashtirishingiz kerak bo'ladi. Siz majburiy sug'urta sotib olgan bo'lsangiz, shundagina sizni sug'urtangiz jabrlanuvchiga yetkazilgan zararni qoplab beradi. Ammo majburiy sug'urtangiz bo'lmasa, barcha yetkazilgan zararni o'zingiz yoningizdan qoplashingizga to'g'ri keladi. Shu sababli majburiy sug'urtangiz bo'lmasa, uni Ro'g'at 24 orqali bir necha daqiqada uydan chiqmasdan turib 6 yoki 12 oy uchun sotib olsangiz bo'ladi va sug'urta to'lovingizni kvitantsiyasi ilovada saqlanib qoladi. Sug'urtadan pul undirishda siz qanaqa qiyinchiliklarga duch kelgansiz? Izohlarda yozib qoldiring. Keyingi videolarda javob berishga harakat qilamiz.